Oyijon, keling, siz yaxshi ko'rgan pishirib qoldi, issiqda yeb olasiz. Hozir. Men xohlagan qizga uylanmading-a baribir. Endi sen ham xohlagan hayot bo'lmaydi. Bo'ldingizmi? Bo'ldim oyijon. Qatlan tozaladingiz. Birinchidan shunga tozalab chiqdim. Faqat o'zimiz eshigimizni teyini supurib yugurib kelyapsizmi? Sizni yeng kelin degan nomingiz bor. 4-etajdan 1-etajgacha supurib, zinalarni yuvib, reshotkalarni hammasini changini artib keling. Boring. Xo'p, bo'ladi oyijon. Tavba. Dazmollangani kiydingizmi? Ha. Kofe so'raganingiz. Rahmat. Voy. Nima bo'ldi? Shakar solaman deb tuz sovurdingmi? Yo'q. Bitta kofeni ham normalniy damla olmaysan. Ertalabdan yaxshi kafeda jo'natish o'rniga bo'pti, ishga ketdimmi? Ko'rdingmi Muhammad Amin? O'zing xohlab uylangan qizni ahvolini ko'r. Na uyga, na ro'zg'orga qarashi biladi, na bir pishir kuydirni qiladi. Hattoki senga e'tibor berishga ham yaramayapti. Bez bu. Do'konga chiqsa, na sendan, na mendan ruxsat so'raydi. Ana kuni kimdan so'rab chiqib keldingiz do'konga desam, "Oyjon, do'kon shunda domimizda tegdi-ku" deydi. Do'kon qattaligini nima farqi bor? Ruxsat so'rash kerakmi? Menga qara bolam. Yashaydigan sensan. Men o'tib ketadigan odamman. Lekin seni kelajagingdan xavotirdaman. Bunaqa shalto ayol bilan ko'zing yetsa yashagin. Bo'lmasa-chi, yig'ishtirib qo'ya qolinglar. Ko'cha to'la qiz. Senga gapiryapman. Eshityapsanmi? Xo'p, oyi. Nima bu ahvol? Ishdan kelgunimcha mashinani tozalab qo'ysang bo'lmasmidi? Tozalagan edim. Qani yig'ishtirganing? Shumi? Qanaqa tabiating ko'taryapti mana bu narsani? Odamzod o'tirgan joyini tozalash kerakmi? It ham o'zini joyini tozalab o'tiradi. Oyiz qilganlar bularni. O'chir ovozingni, qanaqa oyiz? Oyimga tuhmat qilmagin, tushundingmi? Sen o'zingda hamma ayb, befarosatsan. Jonimga tegib ketdi. Oyiz qo'ydilar hammasini meni yomon ko'rsatish uchun. Yo'qmayotgan bo'lsa, borib chiqib yo'q bo'lib ketgan, tushundingmi? Qattan ham uylandim o'zi senga. Men yashamayman siz bilan. Voy, mazza qildim.